17 sentabr kechqurun Nyu-York shahridagi Yahudi o'quvchilar qurgan Uyg'ur ittifoqi tashkiloti Xitoyni o'zgacha shaklda aybladi va ularni Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosatlarini darhol to'xtatishga chaqirdi. Faoliyat jarayonida Xitoy lagerlarni to'xtat, Uyg'urlarga erkinlik degandek mazmundagi tekstlar, Uyg'ur diyoridagi lager va zo'r tutqunga munosabatlik fotosuratlar mazkur shahardagi Xitoy konsulxonasining temiga kino lentisida tushirildi. Xitoyning konsulxonasi BDT bosh shtabiga yaqin joylashgan bo'lg'achqa, bu nurli xat va kartinalar o'tgan kechganlarning alohida diqqatini qo'zg'adi. Shiorlar Uyg'urcha, inglizcha va xitoycha 3 xil tilda almashtirilib tushirildi. Nurli xatlarning orasida marhum Uyg'ur shoiri Abdurahim O'tkirning Uchrashganda nomli she'ridan elingan misralarmi o'rin olgan edi. Bu faoliyatga Uyg'ur harakati tashkilotimi yaqindan hamkorlashdi. Uyg'ur ittifoqi tashkilotining xodimlaridan Corby Johnson bu faoliyatni Nyu-Yorkdagi BDT bosh shtabida ochilish oldida turgan BDT umumiy kengashi paytiga to'g'rilab, alohida unum qozonganligini aytdi.